Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bu videoda biz german tilida salomlashish va xo'shlashishni o'rganamiz. Salomlashgan vaqtimizda, masalan, hello deganni jiq ishlatamiz normalda. Masalan, shaxsan men jiq ishlataman. Hello, yaxshimisiz degan gap. Guten Tag, xayrli kun. Ya'ni buni aytgan tarafda Guten Tag ya'ni xayrli kun, bir kunligingizni ko'rsatadi, ya'ni buguningiz xayrli bo'lsin deganga o'xshash. Guten Morgen, aytganligingiz xayrli bo'lsin. Germanlar bek aytgan qo'pidi, normalda yani 7-8'lerle dükkanlar açıldı. Köpünce çoğu marketler 7'lerde açıldı. Etiyen tarafta mesela saat 11-12'lerde Guten Morgen desenler hiç kamlaşmaydı. 9-10'dan burun Guten Morgen işlesenler buldu yani. Benim bilgünüm. Guten Morgen yani etiyelikiniz hayırlık olsun. Guten Abend keşlikiniz hayırlık olsun. Guten Nacht yaxshi tush ko'ring. Yani birisi uxlag'ili karotiga manga vaqtida, yataq uyga manga vaqtida Guten Nacht deydi yani. Bular salomlashishninki bir necha o'rnaklari, shakllari. Endi xo'shlashgan vaqtida nimalarni deydi? Xo'shlashganda qaysi so'zlarni ishlatadi? Tschüss. Xo'sh, xayr xo'sh. Tschüss. Bye bye desanglar bo'ladi. Chunki bye bye hozir ingliz tilini, ya'ni xalqaroliq deyil bo'lib qoldi. Jiqlar tushundi bye bye desanglar. Tschüss desanglar bu germanchasi bo'ldi yani. Ama yana ikki so'z bor qarsanglar tekka. Auf Wiedersehen. Xayr xo'sh yoki keyin ko'rishamiz. Auf Wiedersehen. Anğırqısı auf Wiederhören. Keyin paranglashamiz. Yani bu anğırqısı faqat telefonni ko'rishgan vaqtida mumkin xo'shlashgan ishlatasizlar. Chunki hören degan anglash degan gapcho. Unda bo'lganki keyin yana bir-birimizning ovozini anglashamiz, ya'ni keyin yana paranglashamiz degandek tushunsanlar bo'ldi. Qayta bir qatim o'qib o'taylik. Hallo, yaxshimisiz? Guten Tag, xayrli kun. Guten Morgen, atiyalkingiz xayrli bo'lsin. Guten Abend, kechligingiz xayrli bo'lsin. Guten Nacht, yaxshi tush ko'ring. Xo'shlashganda tschüss, xo'sh. Auf Wiedersehen, xayr xo'sh. Auf Wiederhören. Keyin paranglashamiz, xo'sh. Bu videom shunchalik bo'lsin. Tschüss.